Ana do'stlar, Giant degan gilos eng yirik giloslar ko'chirib o'z egalariga topshirilyapti do'stlar. Mana shundan boq qilganlar kam bo'lmaydi. Sababi kalibri yirik bo'ladi. O'zbekistonda 15 yasharlik, 20 yasharlik daraxtlar ham bor. O'zbekiston muhitida mos kelgandan do'stlar. 5-6-yildan do'stlar mayda bo'lib ketmaydigan sort mana shu bo'ladi. Hali boshqa yangi sortlar hali 5-yil, 6-yilda mayda qilishni boshladi. Ba'zi bir sortlar sinovdan o'tmagan. Shuning uchun bizda 10 yildan ag'ida yaxshi bo'lgan giloslarni imkon boricha xalqqa sotamiz aka. Inshaalloh xudo xolasa. Kuzatib boringlar. Eng yirikligi va afzalligi tomonlama ham video qo'yib boramiz. Sinovdan o'tgan narsalardan ishlay maslahat beraman. Yangi narsa kelishiga ekib olmasliklarini maslahat beraman, chunki yangi narsalar, yangi kelayotgan sortlar 8-10 yildan boshlab turib kalibrda juda ham katta o'zgarish bo'lib qolishi mumkin, chunki yoshligida juda yirik gilos bergani bilan u aynan massaga to'lgan yoshi 8 yosh, 10 yoshdan turib aynan siz eng katta daromad olaman degan vaqtingizdan boshlab gilosingizni kalibri juda ham mayda bo'lib qolib, bozorda o'rnini topolmay qolishi mumkin. Lekin bu giloslar juda ham katta daraxtlari bor, sinovdan o'tgan, bozorda o'rnini topadi. Bizdan keyingi avlod ham bu gilosdan xudo xolasa inshaalloh bemalol maza qilib rahmat aytib foydalanadi. Mehnatlarga bitta like bosamiz, bu videoni gilosdan boq qilaman deyotgan yosh kattaroq akaxon tanishlaringga jo'natib qo'yasizlar. 2025-yil 21-noyabrda olingan video mana poliya. Mana yaxshilab e'tibor beringlar. Yangi svej ko'chirib, etap zakaz qilganlarga topshiramiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Videoni yoqayotgansiz like bosib qo'yamiz.